Nima sababdan Toshkentda shu joy muxlislari ko'p desam, kvartirani ichi deyarli 1,5 sotuv, kirganning o'zida parkovka qiladigan joyi borligi, sentrda bo'lganini hisobiga Toshkentni xohlagan joyiga oson yetib olsa bo'lishini sezib, tushunib yetdim. Narxi ham shikolat. Haytgancha manzil aytmanman-u, shahar yuragi Yunusobod 2-kvartalda joylashgan. Orientir Shohsaroy tog'xonasi. 1000 marta aytgandan bir marta ko'rgan afzal deganlardek, kelinglar birgalikda ichkariga sayohat qilamiz. Ana endi yo'qsin degan holda ichkari tarafga kiramiz. Faqat kirishdan oldin mana bitta yurakni qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Tayyormisizlar? Ketdi. Sezgan bo'lsanglar, uyimiz kengina, to'rxona, 145 kvadrat. Zo'r tarafi mana bitta keyin choyxona parvol tayyorlab, zerikanlarda oynada shahar atmosferasidan maza qilib lazzat olsalar bo'lar ekan. Ayolingiz maza qilar ekanda, oka, ishdan kelganingizda mana bitta novot choy damlab, farzandlaringizga chiroyli tarbiya beradigan joy ekan. Bu yoq tomon nima ekan? Xudo andalarni kutib olib, navaralarni o'ynatadigan joylari ham bor ekan. Mana bu kattaligini qarasanglar-chi, balkonni. Navarangiz pianinochi bo'lsa, bu yoqda Mozart muzikasini chalib, spalniyda ijod qilib o'tirsa bo'lar ekan. Uyimizni alohida razdelniy sanujeri bor. Bu yoq tomonda qizingiz uchun spalniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yon tomonda keyingi zal qismi. Narxidan gapir, narxi qiziq desanglar, bir kvadraturasini $8 qilib baholashyapti. Yana ozgincha o't beradigan joylar bor. Kadastr hujjatlari bilan Yunusobod 2-kvartal har doim bunaqa narxda uylar chiqurmaydi. Xullas, navarangiz, farzandlaringiz ko'p bo'lsa, bosib oladigan joyi. Bu videoni kimga jo'natishni bilasizlar? Qiziq bo'lsa pastda shaxsan uy egalarini videosida qoldiramiz. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Haytgancha sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Charchab qolmanglar.